Erkin Asiya Radyosu'nun 9. noyabr xabar qilishicha, ijtimoiy taratqularda tarqalgan Xitoyning Korli shaharlik saqchi idorasiga oid bo'lgan bir tutish buyrug'ida Mahmud Mo'ydin ismli bir jinoyatchining qochib yurayotganligi va bu vaqtda uchur yetkazuvchilarga 200 ming yuan mukofot berilganligi uqtirilgan. Erkin Asiya Radyosu muxbirining bir qancha kundan beri elib borgan telefon ziyoratlari davomida Mahmud Mo'ydinning 17 yillik kesib o'tilgan bir mahbus ekanligi va Korlidagi ishlab chiqarish Pyongyangning 29-tuvan turmasidan qochganligi dalillangan. Korli shaharlik JX idorasi tarafidan 3-noyabr kuni tarqatilgan mazkur tutish buyrug'ida bu yil 54 yoshga kirgan qochqin jinoyatchi Mahmud Mo'ydinning aslida Korlining Qari yo'lg'in yezisiga noposliq ekanligi qayd qilingan. Uqtirishda uning xatarlik jinoyatchi ekanligi tilga ilingan bo'lsa-mu, ammo uning qanday jinoyat o'tkazganligi bayon qilinmagan. Uning qochib yurayotganligi tilga ilingan, lekin qayerdan qochganligi bayon qilinmagan. Uqtirishda yana uning usti besh tasvirlanganda ichiga mahbus kiyimi kiyilganligi bayon qilingan. Korli bozorlik saqchixona xodimining oshkorlashicha, mazkur delo sodir bo'lgani 10 kundan oshgan bo'lsa-mu, ammo jinoyatchining texnik tutilmaganligini, izlashning davom qilayotganligini bildirgan. Qari yo'lg'indagi bir kent amonlik mudirining bayon qilishicha, Mahmud Mo'ydin to'plashib qonunsiz diniy faoliyat bilan shug'ullanish bilan ayblanib, 17 yillik kesib o'tilgan ekan. Mazkur xodim Mahmud Mo'ydinning Korildagi 29-tuvan turmasi jazo muddati o'tayotganligini va shu yerdan qochganligini bildirgan. Yuqorqi uchurlarda Mahmud Mo'ydinning Sharq Turkistonda 2017-yili boshlangan cho'ng tutqunda tutilganligi va ig'ir kesib o'tilgan ham turma ichidagi qabohatlik hayotni ko'rgandan keyin o'zini o'limdan qutqizishga uringan bir mahbus ekanligi ma'lum. Halbuki uning turmidan o'zi yolg'iz yoki boshqalar bilan birga qochganligi, shundaqla qanday qochganligi hozircha ma'lum emas. Germaniya hukumati davlat bexatarligini ko'zda tutib, Xitoyning bir shirkatining Germaniyadagi o'zak yasash zavodini setib olish talabini rad qilgan. Siyosatchi to'rining 9-noyabr xabar qilishicha, Germaniyaning moliya ministri Robert Habeck Xitoy mablag' solg'uvchilarining Germaniyadagi o'zak zavodini setib olishiga yo'l qo'ymagan. Robert Habeck mundaq degan: "Biz Yevropa ittifoqiga tava bo'lmagan davlatning mablag' solg'uvchilarini Germaniyada savdo qilishdan chekildik. Buningdagi sabab Germaniyaning bexatarligini, shundaqla xalqiliq kasblarni qo'g'dash." Xabarda aytilishicha, Xitoyning bir mikroelektronlik shirkati Germaniyaning o'zak yasaydigan Ilmos shirkatini 85 million yevroga sotib olmoqchi bo'lgan. Ilmos shirkati Germaniyadagi avtomobillar uchun o'zak ishlaydigan kichik shirkat bo'lib, Xitoy uni sotib olib, o'zi uchun o'zak ishlaydigan zavodga aylantirmoqchi bo'lgan. Germaniya yana Xitoy mablag' solg'uvchilarini Bavariyaga joylashgan Irisi elektron shirkatini sotib olishdan cheklagan. Xabarda ko'rsatilishicha, bu cheklamalar Germaniya bosh ministri Scholz oldin hafta Xitoyni ziyorat qilgandan keyin o'tirg'i chiqqan bo'lib, Scholzning bu ziyoratidan avval Germaniya Hamburg portining 25% payini Xitoyga sotib bergan. Reuters agentligining xabariga qaraganda, 9-noyabr kuni Amerika Birlashgan Bosh shtab boshlig'i Ukrainada o'ldirilgan Rossiya askarlarining sonining 100 mingdan oshadiganligini mo'ljallagan. Shundaqla Ukraina askarlarining o'xshash talafotga uchragan bo'lishi mumkin degan. Chorshanba kuni aytganda Rossiya askarlarining Ukrainaning janubidagi strategik bazari Xersondan chekindiganligini e'lon qilgan. Bu Rossiyaga nisbatan cho'ng bir o'ng'ishsizlik va urushning yoshirin bo'lish nuqtasi ekan. Ba'zi mutaxassislar Rossiya prezidenti Vladimir Putinning eng yangi mag'lubiyati Ukrainaning kuch jihatdagi ortiqchiligi bilan suhbatlashishi mumkin degan. Boshqa mutaxassislarning qarashicha, Rossiya suhbatdan foydalanib kelar qitimliq ehtiyojlik hujum uchun kuchini qaytadan qurollantirishi mumkin degan. Rossiya fevral oyida Ukrainaga keng ko'lamda tajovuz qilgandan buyon Amerika va Shimoliy Atlantik ahdi tashkilotining ittifoqdoshlari Ukraina kuchlarini qurollantirib, o'zini qo'g'dashni tavsiya qilib kelgan. Milliy, ya'ni bu urushda hozirgacha 30 million Ukraina xalqi musofirga aylangan. 40 mingdan ortiq Ukraina fuqarosi o'ldirilgan bo'lishi mumkin degan. Xitoyning yuqumning oldini olish va kontrol qilish ostida har qaysi joylarda ig'ir darajada insonparvarlik ofatlari yuz bermoqda. Yaqinda Xitoy uchun madhiya o'qiydigan 50 qizil pochoqlarmi Xitoyning yuqumning oldini olish siyosatini tanqid qilgan. Ba'zi Amerika taratqullari Xitoy rahbarlarining tadrijiy etishni o'ylashayotganligini o'tirib qo'yganligini, ammo nihoyat asta ham aniq bir vaqtda belgilanmaganligini bildirgan. Xitoyning har qaysi joylardagi qattiq quluplash tadbirlari nurg'un kishilarning yemaklik va dorilardan uzilib qilib, yordam so'raydigan yeri yo'q. Natijada bir qator ichinishli fojialar kelib chiqqan. Xitoy hokimiyatni mustahkamlash uchun har qanday ishni qila oladigan bo'lib, davlat ichidagi uchurlarni qattiq kontrol qilganlikdan yaqinda oshkorlangan o'lim yetimlar faqat oz bir qismi ekan. Natijada kishilarning binodan o'zini tashlashi, o'zini o'ltirib olishi, sarang bo'lib qolishi, vaqti davolanmay o'lib ketish qatorliq ofatlarni keltirib chiqarib, yuqum ahvolidan foydalanib, avomni xohlagancha dafsanni qilib, yuqumning oldini olish nomida xalqni uzun muddat kontrol qilmoqchi ekan.
Yumg'oq sut kishilarga tunishliq bo'lgan ta'm kirgizgich ko'ktat bo'lib, tomoqni ta'mli qilibla qolmay, yana cho'ng ming'ining harakatini yaxshilaydi ekan. Yumg'oq sutda bir xil tabiiy filavin turi moddasidagi karabsha elementi bor bo'lib, cho'ng ming'idagi hujayraning shakllanishini qo'zg'ab, ming hujayralari orasidagi munosabatni kuchaytirib, cho'ng ming'ining iqtidorini yaxshilaydi ekan. Rio de Janeiro Birlashma Universitetining professori Dr. Stanford Rin tajribaxonada yumg'oq sut tarkibidagi karabsha elementining insonlarning g'ul hujayrasiga bo'lgan ta'sirini sinab qilganda, natijada karabsha elementini qo'shgandan keyin g'ul hujayrasining 25 kunda nevron, ya'ni nerv hujayrasiga aylanganligini bayqagan. Yangi shakllangan nevron orasidagi sinapsis munosabat texnik murakkablashgan. Bu asti tutish va o'rganish iqtidorini mustahkamlaganligini va o'sganligini tushundirdi ekan. Karabsha elementi yumg'oq sut, karabsha, qizilmoch va babuna qatorliq o'simliklardagi bir xil tabiiy filavin turdagi modda bo'lib, bu modda yashanganlardagi divanlik kasali, Parkinson kasali va ilishib qilish kasali qatorliq nerv chekinish kasalliklarini davolashda belgilik foydasi bor bo'lib, tajriba tadqiqotimi karabsha elementidagi filavin moddasi cho'ng ming'ining asti tutish va o'rganish iqtidorini yaxshilashga foydali ekanligini isbotlagan ekan.